Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün bu bir kata ahlak hakkındaki dersimizden ikinci kısmı. Bugün sözleydiğimiz sıdık. Sıdık bu Arapça gap, Uygurca desek biz rastçılık. Yani samimilik yoki rastçılık hakkında to'xtalamiz. Biz bunu sözleştiğimizden ilgili bunda bir narsani tasavvur qilaylik. Biz nəhayət jiq mablag' silib, nəhayət igiz bir bino saldik. Binanı nəhayət jiq pul xərclab, nəhayət isil yasadık. Nəhayət həşəmətlik zinnetildik. Ama biz bu binanı uni nəhayət boş bir qumluqning ustiga barpo qildik. Onda vaqtda bizning bu bütün emgikimiz oxirgi hisobda qanday oldu? Onun asosini ait boş bo'lganligi uchun, ya'ni qumluqning ustiga solinganligi uchun, mayli bu bino qanchalik haybatli, go'zal bo'lishidan qat'iy nazar, oxirgi hisobda kichikgina tavrashga bardosh bermaydi, o'rilib ketadi. Endi buning bu rostchilik bilan nima munosabati bor? Mening qarashimcha bu rostchilik amaliyotda bir musulmonning barliq yaxshiligining Allohning oldida qabul bo'lish bo'lmasligining oldingi shartidan iborat. Mayli biz qanchalik go'zal amal qilaylik, mayli o'zimiz uchun, oilamiz uchun yoki bolalarimiz uchun, agar bu biz qilgan bu yaxshi ishlarimizni agar bir yolg'on asosida qursak, yana saxtapazlik ishlatsak, o vaqtda bizning bu yaxshilik uchun sarf qilgan mayli aqliy, jismoniy, iqtisodiy barliq boyliqlarimiz yo'q chiqib ketgan bo'ldi. Endi arabcha bu sidiq degan gap bir hukmni objektiv reallikka uygun bayan kılmak diyen gap. Mesela Ali igiz desem, mening igiz degan bu hükmüm şu Ali'nin buyunun igiz ikenligi bilan. Yani reallikda şu Ali'nin bu yaşında igiz bolsa, mening bu gapim kuchga ega. Yani rast degan gap. Demek bu rastçılık degan ma'noda. Ammo bizning Uyg'ur tilidagi rastçılık bekrek faqat yolg'on aytmaslikni bildirdi. Yani bu sözdeki rast gap qilish, to'g'ri gap qilish. Ama Arapçadaki bu sıdıkның ma'nosi sözdeki rastçılıktan başka qalbdagi rastçılıkni. Yani qalbdagi durustlikni, samimilikni qo'shib ifodalaydi. Allah Qur'oni Karimda Sura Ahzobning 35-oyatida o'sha jannatga kirdiganlarning sifatini nihoyat uzun bir oyatda sifatlagan. Shuningda mundaq deydi: Musulmon erlar musulmon ayollarga, mümin erler ve mümin ayollarga, taat ibadet kılgıcı erler ve taat ibadet kılgıcı ayollarga, rastçıl erler ve rastçıl ayollarga, sabır kılgıcı erler ve sabır kılgıcı ayollarga deb nurg'un sifatlarni so'zlagandan oxirida mana mushu kishilarga Allah mag'firat ve katta savob tayyorladi deydi. Ya'ni rastchilligini ve sodiqina ve sodiqat. Ya'ni rastçıl erler ve rastçıl ayollarga. Yani bir adamın cennetke girişinin Allah'tan aldığı bir mağfiretki, mukaffatga erişişinin bir şartı süpütüde bu sadakatmelilik, samimilik bir şart süpütüde tilg'ilanyapti. Allah yeni bir ayette bir adamın Allah'ın aldığı mukafatlanışının sebebi süpütüde yine samimilikni, yani rastçılıkni tilg'iladi. Allah rastçılığa, rastçılığı üçün ahirette mukafat beradi. Yani liyecziyallahu sadiqina bisidqihim. Yani sadıklarını, yani sadakatmenlerini ulanın del şu sadıklığı, yani samimiyeti, rastçılıkı tüpeyildin mükafatlaydı o deydi. Yeni bir ayette, üzümüzdenle rastçıl olsak yeterlik emeskenlikini, üzümüzdenle emes, biz başkalarıyla dost tutsak mı, arlaşsak mı, rastçıllarıyla birlikte buluşumuzdan mühim ikenlikini tekitlep bundak deydi. İyi müminler sizler, Allah'a takvadarlık kılınlar, yani Allah'tan korkunlar ve kimler bilan birlikte bulunlar? Rastçılar bilan birlikte bulunlar. Yani bunun ma'nosi yolg'onchilar bilan, saxtapazlar bilan birlikte bo'lmanglar. Ulardan nere turinglar? Balkim rastçılık yo'qishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash yolg'onchilik, saxtapazlikmi yo'qishi mumkin. Agar biz yolg'onchi, saxtapaz kishilar bilan ko'p aralashsak, asta-asta bizga nisbatan bu yolg'onchilik, saxtapazlik bak og'ir jinoyat bilinmaydigan. Bir og'iz yolg'on gap qilib qo'yish unchalar bizning qalbimizni azoblamaydigan bir holat kelib qolishi mumkin. Biz bu noktadan özümüzden Uygurlardan şu rastçılık reallığı için de qarab bakılgan bolsak, bu noktadan biz bazı yetersizliklerini göreleyimiz. Mesela bizge nispeten bir insanla köreşmekçi olsak palani yerde,
Ben hozir kelib bo'ldim, kelyapmiz desak, agar biz uyda bo'lsakmi, hemen kelyapman yo'lda deymiz. Biz bu gapimizni yolg'on aytyapman deb qaramaymiz. Ish qilib men hozir mangmoqchi bo'lgandan keyin deb o'ylab olamiz. Yoki ma'lum bir ishlarga nisbatan nəhayət arzimas sabablar tufaylidan yolg'on gap qilib o'tish nurg'un kishilarimizni hech azoblaydigan, qalbini bearam qiladigan bir ish emas. Amaliyotda yolg'onchilik Alloh cheklagan eng harom qiliqlarning biri. Hatto bir hadis zaif bo'lsa-mu, yolg'onchilikni aroq ichishdan, hatto zina qilishdan yomon hisoblagan. Yani bir musulmon, bir mümin uchun yolg'onchilik ajoyib ig'ir bir jinoyat. Endi Payg'ambar alayhisalom yana bundoq degan: "Alaykum bis-sidqi." Yani sizlar rostchilikni nihoyat ching tutinglar. Chunki rostchilik yaxshilik qilib bordi. Yaxshilik jannat kelib bordi. Bir odam Allohning dargohida agar u rost so'zlayversa, Allohning dargohida u siddiq deb yoziladi. Ya'ni rostchilar qatoridan yozildi. Yolg'onchilik yomonlikqa boshlaydi, yomonlik do'zaxga boshlaydi. Agar bir odam yolg'on aytaversa, ya'ni yolg'onchilikni o'ziga odat qilib olsa, Allohning dargohida bu odam kazzob deb yoziladi. Endi bu yerdagi yolg'on aytaversa va rost gap qilaversa degandan men o'ylagan bunda bir ma'no. Ya'ni bir qatim, ikki qatim yolg'on aytib, uchinchi qatim, to'rtinchi qatim yolg'on aytib, birinchi qatim yolg'on aytgan vaqtda sal ko'ngli yerim bo'lgan bo'lsa, "Ey, mush yolg'onni aytmasam bo'libdi" degan bo'lsa, agar bu yolg'onni eqib qolgan bo'lsa, masalan, uningga foyda egagan bo'lsa va boshqalar bu aytgan yolg'onni farqlantirmagan bo'lsa, bu asla bu yolg'onga uchinchi qatim, to'rtinchi qatim jur'at qilishi mumkin. Keyin asta-asta uningga nisbatan yolg'on aytish bayam deganimga o'xshash, uning qalbini va vijdonini qilchi azoblamaydigan odatdagi bir ishga aylanishi mumkin. Mana shunday vaqtda u haqiqatan Allohning dargohida kazzob degan bir tamg'i bilan yoziladi degan gap. Bu kazzobning ma'nosi kizbun, ya'ni yolg'on aytish degan gap. Kaziba yakzibu. Kazzob degan uning mubolag'a ism. Ya'ni mubolag'alashtirilgan, kuchlantirilgan ism. Ya'ni buni agar biz Uyg'urcha desak, intayin yolg'on aytquchi degan gap endi. Yolg'on aytquchilarning kattasi, yolg'on aytquchilarning sardori degan ma'noda. Hatto Payg'ambar alayhisalom hadisida bolalarimizga yolg'on aytmaslikni ta'kidlagan. Masalan, biz bolalarimizga ma'lum bir narsa so'g'at qilmoqchi bo'lib, masalan, men kechda sana shokolad ekilib beray degan bo'lsak, agar kechda biz ekib bermasak, biz yolg'on aytgan bo'lamiz. Payg'ambar alayhisalom da mushuni nima cheklagan? Agar ashunda va'da qilgan bo'lsang, sen uni cho'qim ado qilgan degan. Ammo biz, nurg'un cho'nglar ota-onalar, bu bolalarimizga qilgan va'dalarimiz, gaplarimiz bizning og'zimizning uchidagi gaplar. Bizga nisbatan xuddi cho'nglarga aytgan va'daga o'xshash, unda qimmati yo'q. Ammo bizning dinimizda mayli cho'nglarga, mayli kichiklarga og'zimizdan chiqqan bir so'z va'dining qimmatida. Uning vazni unda yengil emas. Bizning Uyg'urlar esil bir gapni qilgan. Lafzi halol deb bir gap bor bizda. Bu lafzi halol deganning ma'nosi og'zingizdan chiqqan bo'lsa, mushu shariatni taroziga to'xtaydigan bir gap degan gap. Endi men bu yerda rostchilikning yana bir ba'zi ifodalarini so'zlay. Hozir biz rostchilik degan vaqtda uning qarma qarshisi bo'lgan yolg'onchilikqa bog'lab turib tushundik. Ammo mening qarashimcha rostchilik bayan deganimga o'xshash nuqul so'zni rost qilish emas. Balki bir odamning ichki dunyosining hayotga qanday tutgan pozitsiyasini ifodalaydigan nihoyat muhim bir ma'naviy qimmat. Masalan, siz bir hunarvan bo'lishingiz mumkin. Bir yog'ochchi bo'lishingiz mumkin. Birov sizga bir ish buyurtgan bo'lsa, u odam, ya'ni ish egisi u ishning beshida bo'lsin yoki bo'lmasin, siz shu ishni xuddi o'zingizga qilayotgandek bir samimiyatda qilyapsiz yoki qo'lingizning ushida eplab-saplab tugutish uchun tirashyapsiz. Menimcha bu rostchilik bilan munosabatli. Siz oshpaz bo'lishingiz mumkin. Siz shu oshxonada etgan tomoqning pokizligini o'zingiz uyda etgan tomoqning pokizligiga o'xshash ching tutamsiz. Shunga diqqat qilamsiz. Mana bu pozitsiya. Mana bu samimiyat. Siz bir o'qituvchi, bolalaringizga dars o'tgan vaqtda, dars tayyorlagan vaqtda qo'lingizning ushida vaqtni to'shqizish uchun qilyapsiz yoki butun vujudingiz bilan shu ishga muomala qilyapsiz. Siz atrofingizga, do'stlaringizga, yaqinlaringizga qanday muomala qilyapsiz?
Qo'lingizning uchida, ig'izingizning uchida muomala qilyapsiz yoki haqiqiy samimiy, sadoqatmanlik bilan muomala qilyapsiz. Menimcha bu hayotga tutgan pozitsiya. Agar barliq musulmonlarda hayotimizdagi barliq masalalarga nisbatan mana mushu inchkilik va astoydillik bo'ldigan shu bo'lsa, musulmonlarning ishlari menimcha mohiyat jihatdan nihoyat sifat xarakterlik ilgirlashlarga erisha olamiz. Masalan, bizda bir yomon bir narsani deylik, hatto bizning nurg'un tijoratchilarimizning to'la deydigan aqliyatsizga aylangan intayin xato gaplar bor. Masalan, suv aralashmag'ichi loy bo'lmas, yolg'on aralashmag'ichi boy bo'lmas. Ya'ni pul topsangiz, yolg'on aralashtirmasangiz boy bo'lolmaysiz. Rost gap qilib pul tepish tez degan gap nurg'un savdogarlarimizning eg'izining uchida bo'lmagan bilan qalbining ichida bor. Halbuki Payg'ambar alayhisalom rostchil savdogarlarni cenni alqiniga elib qo'yib janggohlarda g'azot qilgan, urush qilgan mujohidlarning erishadigan martabasi bo'lgan shahidlik bilan o'xshash o'ringa qo'ygan. O'ylab boqilib bir savdogar, u balkim isil issiq ishxonasida hech qanday jafo tortmay o'ltirib tijorat qilishi mumkin. U faqat savdosida rostchil bo'lganligi uchunla cenni alqiniga elib qo'yib turib, janggohlarda jang qilayotgan bir jangchining erishadigan maqomi bilan o'xshash bir maqomda da'vatidi. Balki buning ikki sababi bo'lishi mumkin. Birisi tijoratchiga nisbatan rostchil bo'lishning intayin qiyin ekanligi. Yolg'onchilikning o odamga nisbatan intayin jalbkor bo'lganligi. Chunki ba'zi bir ikki qatimliq yolg'onda haqiqatan ba'zi foydalini elish mumkin. Gerçi o umumiy jihatdan aytganda savdoning barakatini ketkizsa-mu, ammo bir ikki qatimliq foyda nurg'un kishilarimizning ko'zini ko'r qilishi mumkin. Mana shunday vaqtda siz rostchil bo'la olasiz. Endi rostchillikning qanday foydalari bor? Oxirida biz muhim ikki foydasi bilan so'zimizni xulosalaylik. Yuqorqi hadisda deganimizga o'xshash rostchillik bizni yaxshilikqa boshlaydi. Hatto hozir ta'kidlaganimdek, agar bir inson rostchillikqa odatlangan vaqtda u hayotidagi hech qanday ishga, hatto o'qiyotgan kitobiga, qilayotgan o'rganishiga, ishlayotgan topshiriqqiga saxtipazlik bilan muomala qilinmaydi. Hatto o'zining salomatligiga saxtipazlik bilan muomala qilinmaydi. Masalan, bir odamda bir ig'ir kasal bor deylik, doktor uni siz munda harakat qiling, munda tomoqlarni yeng, buni yemang. Mavi doğru için bunu içmang deb bir qator parhezlarni bekitdi. Bu odam shu parhezlarni buzsa, salomatligiga ziyonli ekanligini biladi. Ammo u shuningmi diqqat qilmay, hech qisi yo'q, bir qatim, ikki qatim deb u o'zini aldab, o'ziga samimiyatsizlik qilishi mumkin. Ya'ni o'ziga rostchil bo'lmasligi mumkin. Endi bu hadisdagi yaxshilikqa boshlaydi deganning arabchasi as-sidqu yahdi ilal birri deb keldi. Yani birning ma'nosi Uyg'urchadagi yaxshilik emas. O Uyg'urcha biz biladigan yaxshilikni o'z ichiga olishgan birga, o dindorlik, taqvodorlik, Alloh yo'lida borliqni pido qilish deganga o'xshash, texmi keng, texmi cho'nqur ma'nolarga ega. Ya'ni rostchillik anandan keyin haqiqiy taqvodorlikning asosi. Yoki haqiqiy taqvodorlikqa rostchillik orqali yetib bora olaysan demakchi. Bayam deganimga o'xshash, biz bütün güzel amellerimiz bilan nihayet chiroyli bir imorat barpo qilsakmi, agar uning asosi saxtalik, riyo bilan, yolg'on bilan qurilgan vaqtda bu yaxshilikni, bu güzel imoratning bizgimi, insonligimi hech nimaga foydasi yo'q. Uchinchisi, rostchillikning eng muhim tashqi foydalarining biri, balki biz hozir Uyg'urlar shunga eng ehtiyojli bo'lishimiz mumkin, ittifoqlikning asosi. Chunki insonlar birisi bilan qanday vaqtda ittifoqlasha oladi, qanday vaqtda birga kela oladi, qanday vaqtda hamkorlasha oladi, birisiga ishonadigan vaqtda hamkorlasha oladi. Birisiga ishonishning asosi nima? Birisining rostchilligiga, samimiyligiga ishonganda anandan keyin ishonish hosil bo'ldi. Agar bir jamiyatda, bir musulmonlar rayonida birisiga bo'lgan ishonch yo'qolgandan keyin bu musulmonlarning bir dushmaniga qarshi o'rtaq bir bayroq ostiga kelishi, o'rtaq bir saf barpo qilib düşmaniga qarshi bir saf bilan kurash qila olishi asosan mumkin emas. Shunga dushmanlarimiz har vaqt biz Uyg'urlarga nisbatan qanday taktik qo'llandi? Har vaqt aramizda bo'lmoqchi bo'ldi. Birsimizning gapini yolg'onga chiqardi. Yoki rost gap qilayotgan mo'tabar odamlarimizning inovatini tushirdi. Nurg'un fitna fasodlar bilan. Ya'ni uning gapini ishonchsiz qilish orqali jamiyatda bir uyushning oldini olmoqchi bo'ldi.
Endi yolg'onchilik ko'paygan jamiyatda hozir deganimga o'xshash ishonch tutishidi. Ishonch tutishgan yerda ittifoqlik, uyushish, birlashish deganlarni so'z echish asosan mumkin emas. Demak, qisqartgan vaqtimizda bir musulmonga nisbatan uning barliq yaxshiligining, barliq go'zal axloqining, taqvodorligining asosi va manbasi rostchilikdan iborat. Shunga Payg'ambar alayhisolamning yanidagi maqomi eng yuksak sahobaning laqabi nima? Siddiq. Yani rastçıl. Yani Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'nin lakımı Sıddık. Hazreti Ebu Bekir nime üçün başkalarına karşılığında alaydı bir yüksek makamga ega? Peygamber aleyhisselam'a bunda şek şübhisiz işengen. Peygamberimizin hiçbir gipini bunda asman qarab oylanıp kalmagan. Çünkü Peygamberimizin rast gap qilganligini bilgeçki. Şunlaşqa Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'nin lakabı Sıddık. Bu Sıddık, Peygamberimizin qası insanların içinde Peygamber aleyhisselamın ümmetiga təvə insanlar yeteleydiğen en yüksek makam. Şu Allah hemmimizni rastçılığımız arkalık şu yüksek makamga yetişkin nisip bulsun.